Assalomu alaykum do'stlar. Men Savar. Bugun sizlarga buyuk bobo kalonimiz sohibqiron Amir Temur haqida hikoya qilaman. Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh, hozirgi Shahrisabz yaqinidagi Xo'ja Ilg'oq qishlog'ida tug'ilgan. Otasi Amir Muhammad Tarag'ay, Barlos urug'idan chiqqan amir. Onasi Takina xotun. Temurning yoshligi Kesh shahrida kechadi. Otasi Tarag'aybek o'z davrining odatlariga ko'ra Temurbekka ot minish, ov qilish, yoydan o'q otishni o'rgatuvchilarni tayin qiladi. Amir Temur yoshligidan jasur va chaqqon bo'lib, chavandozlik, jang san'ati va harbiy strategiyaga qiziqqan. Amir Temur 1370-yilda hokimiyatni qo'lga olib, Movaroun Nahrni birlashtirdi va Samarqandni poytaxtga aylantirdi. Amir Temur hukmronligi 35 yil davom etgan. U Hind va Gandan, Sirdaryo va Zarafshongacha, Tianshandan Bosforgacha bo'lgan katta saltanatni yaratgan. Hayotining katta qismini yurishlarda o'tkazgan. Shulardan Loy jangi, Hindiston yurishi, Anqara jangi, Oltin O'rda bilan bo'lgan janglari mashhur va uning faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Amir Temurning 4 nafar Jahongir Mirzo va Shayx Mirzo, Shohrux Mirzo, Mironshah ismli farzandlari bo'lgan. Amir Temur hayotlik vaqtida davlat boshqaruvi haqida so'zlovchi Temur tuzuklari nomli maxsus asar yozilgan. Asar 2 qismdan iborat bo'lib, o'rta asrning bebaho tarixiy manbasi hisoblanadi. Amir Temur 1405-yil Xitoyga yurishi vaqtida Utror shahrida vafot etgan. Temuriylar sulolasi keyinchalik Boburiylar imperiyasiga ulanib, Hindistonda hukmronlik qilgan. Amir Temur insoniyat tarixidagi eng qat'iyatli shaxslardan biridir.